Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bo'lmasa biz videolarimiz boshladik. Xudo xolasa kimga kacheli kerak bo'ladigan bo'lsa, arzon birinchi qo'l narxlarda, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi. Sifati, kraskalari, taxtalari sasnadan, xudo xolasa yaxshisidan qilishgan, bemalol maza qilib ishlatasizlar. Bundan tashqari polni razbor bo'ladigan, ya'ni yig'ishtiriladigandan bo'lgan, mana ko'rib turganlaringdek, gayka botli, taylarigacha gayka botli qilishgan, xudo xolasa. Bu tomonda bu uchtaligi, ya'ni 3 ta odam sig'adi o'tirganda. Endi bu oldi tomondagisi 4 ta odam sig'adi. Bundan tashqari buni ham skameyka qilib, belancha qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda mana zanjiri bor, mana yotqizib qo'yganmiz mana. Mana shu holatda mana tevasida yotsangiz ham bo'ladi. Otaxon, onaxonga hovliga beradigan bo'lsa, olib beradigan bo'lsa, xudo xolasa maza qilib duo qilib o'tirishadi. Puli ham unchalik qimmat emas, xudo xolasa maza qilib o'tirasizlar. Oftodan qarshi mamlaqanga nimalardan qilib qo'yishgan. Mana qanaqangi narsalardan qilib qo'yishgan. Xudo xolasa stol stullar ham bor. Xo'p. Usta razmeri necha buni? Bular 2 metrlik. 2 metr. Narigilari 180lik. Stolini o'zi, o'tiradigan joyini. O'tiradigan joyi 2 metr. Ha. Общий necha? 2.40 chiqadimi? 2.50 chiqadi. 2.5. Bu tekkadan nari chekkacha 2.5. Ha, shunaqa. 2.5 chiqsa ham demak 2.5 joyga sig'averadi. 2.5, 2.60 joyga bemalol sig'averadi endi. Maysalarning ustiga, gazonlarning ustiga, hovliga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, Svetlari, har xil svetlari bor. Xo'p, endi bu yog'ochlari sasnami aka? Sasna. Yog'ochlar sasna. Elementlarni ham samarangizda qatirishgan. Juda ham yaxshi. Agar misol uchun oddiy terak qiladigan bo'lsa-chi bu taxtasini? Terak qilsa bo'lmaydi. Eshilib ketadi, qurigan sari eshilib, xunuk bo'lib ketadi. Endi bu nima sasnani nimasi? Shunaqaki, xususiyati deymizmi? Endi har bitta taxtani, misol uchun yog'ochning ham o'zining xususiyati bor. Bu qurisa ham bunaqa eshilib, qiyshayib ketmaydi. Xudo xolasa. Suvga pishiq aka? Ha, suvga laklangan bular. Laklangan, yaxshisidan. Xomlari ham 2-3 yil xizmat qilaveradi, yana 1 yilda bir sezonda chirib ketmaydimi bu? Yo'q. Bir sezonda chirib 3 yil ketmaydi. turaveradi optoda ham. 100-150 ming so'm bilan yana almashtirib nima bo'laveradi. Yana almashtirsa bo'laveradi, 150 mingga. Juda ham yaxshi. Xo'p, necha pul qilib beramiz aka? Bular 3 million so'mdan. 3 million so'm. Aha. 3 million so'm. Dastavka qanaqa bo'ladi aka? Dastavkasi endi kelishilgan holatda nima qilib berilaveradi. Mana shu qator pul 3 milliondan, Ha, bu qator 3 millionlik. Bu qator 3 milliondan, chunki bu hozir o'tiradigan skameykasi 2 metrlik. Bunga endi 4 ta odam sig'averadi, yotganda bitta odam sig'sa ham bo'laveradi. Endi hovli qo'yib qo'ysa yotar-da, dam olib va quyoshda zagar olib, maza ayab uzatib yotsangiz ham tegmaydi-da. Endi u narigilari kichikroq razmerlari. Ha, bunisidan ko'rsatamiz. Endi bundan tashqari mana bunaqa joyda mana zanjiri bor. Mana. Misol uchun mana shunaqa holatda qilsangiz ikki tomonda. Mana shunaqa skameyka bo'ladi. Yana aytan zanjiridan bitta olib turib, mana shunaqangi holatda. Ana, qo'limdan tushib ketdi, kechirasizlar. Bo'ldi, mana shu bilan bitta ko'rpachani solsangiz, maza qilib o'tiraverasiz mana. Mana shu holatda. Xudo xolasa. Demak, 3 million so'm. Bu kichkinasi-chi? Orqadagisi. Bu nechilik bu? Bulari 170lik. 170. Ichi 170. Ichi 170. Ichi 170. Buni ham tevasiga mana bunaqangi nimalar. Xolasa plashobkalik qilib beramiz, xolasa bannerlik qilib beriladi. Bannerlik ham qilib beriladi. Yaxshi. Xo'p, necha pul chiqyapti bu aka? Hop, bular 2 million 800 ming so'mdan. 2 million 800 mingdan chiqyapti. Juda ham yaxshi. Bu endi 3 kishi sig'adi o'tirganda. 3 kishi sig'adi bunga. Nariginga 4 kishi o'tiraveradi bemalol. 400 kilo, 500 kilogacha ko'taraveradi. Ko'taraveradi. Aka, men pachennilardan misol, pachenni bo'ladi-yu. G'ijir-g'ijir ovoz chiqib qolmaydimi? Yo'q. Yog'langan tayyor bular. Tayyor. Hali o'rtachasi qo'yilmagan, ha? Yo'q, yaxshi pachennilar qo'yilgan. Xudo xolasa. Endi bu profilda qalinligi necha? Profilda qalinligi 1,5 stenka. 1,5 qalinligi 1,5 stenka bo'ladi. Baquvvatligi ham xudo xolasa baquvvat. Baquvvatligi ham yaxshi. Zo'r. Xudo xolasa dastlabki kelishgan holatda. Dastlabkilar kelishilgan holatda beriladi. Misol uchun Vodiyda, Toshkentda shahriga 300 mingga olib bersa kerak aka. Bu yig'ilgan olib borib beradi. Yig'iladi-yu bu. Undan arzonroq ham bo'lishi ham mumkin endi mashinalar ketishiga qarab turib. Yig'ish ham oson. Yig'ish ham oson. Videolarni tashlab beramiz, bo'lsa yig'ib olishaveradi. Yig'ib olishaveradi. Qadrdonlar, ekran nomerlariga aloqa yaqin o'rtada bo'lsa o'zimiz joylab beraveramiz. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar.